Assalomu alaykum obunachilar, sizlar bilan 30 kunlik challenge'imiz. Oh my god! Bugun sizlar bilan remove duplicates from sort list degan masala yechamiz. Bu masalaning shartini o'qiymiz. Bu masalaning shartida aytyapti, ro'yxat tartiblangan bo'lgani uchun har bir tugunni ko'rib chiqamiz va agar keyingi tugunning qiymati joriy tuganniki bilan bir xil bo'lsa, o'sha takrorlangan tugunni o'tkazib yuborib, ulanishni uzib beramiz. Bu masalani yechishni boshlaymiz. Current head val current and current next. If takroriy elementni o'tkazib yuboramiz. Current val current next val current next current next else keyingi elementga o'tamiz. Current next turn head. Kodimizni tekshiramiz. Kodimiz ishlayapti. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Siz ham bizning challenge'imizga qo'shiling.